Özünü maqtash bilan o'ziga ishonishning farqi. Özünü maqtash yoki po etish bir insonning o'zida mavjud bo'lmagan alohidliklarni reallikqa uyg'un bo'lmagan darajada ko'ptirish bo'lsa, o'ziga ishonish bir insonning o'zida mavjud bo'lgan alohidliklarga ishonishdir. Özünü maqtash yoki po etish insonlarning mavjud reallik yoki paketlarni mubolag'a qilish, ko'ptirish bo'lib, u o'ziga bo'lgan ishonchisi kamchil insonlarning boshqalarni qoyil qilish yoki boshqalarning diqqatini tortib, ularni o'ziga jalb qilish uchun qo'llangan vositasi hisoblanadi. O'ziga ishonish insonlarning o'z qobiliyati va talantiga ishonishi bo'lib, u bir insonning o'z qadr-qimmatini yaratish uchun boshqalarni qoyil qilish yoki boshqalarning diqqatini tortib, ularni o'ziga jalb qilishga ehtiyoj yo'qligini tunib yetishdir. O'ziga ishonadigan odam o'zini boshqalarga isbotlashga yoki boshqalarning maqtashiga ehtiyoj yo'q. O'ziga bo'lgan ishonchisi kam insonlar bo'lsa, har zamon boshqalarning o'ziga qanday qaraydiganligiga alohida diqqat qiladi. Ular o'zini boshqalarga isbotlashga va boshqalarning o'zini maqtashiga muhtoj bo'ladi. Ular shu orqali ruhiy dunyosidagi kamchilikni to'liqlab, qanoat hosil qilishga tirishadi. O'ziga ishonadigan odam o'zining iqtidorini, nima qilayotganligini va qilgan ishining ahamiyatini obdan biladi. Boshqalarning qanday o'ylaganligidan yoki o'ziga qanday qaraydiganligidan bak ansirab ketmaydi. O'ziga ishonadigan odam o'zini yaxshi his qilish uchun boshqalarning tasdiqiga muhtoj emas. Ular xushallik va qanoat tuyg'usiga boshqalarning bahosidan emas, balki o'zining ichki dunyosidan erishadi. Ular mujmal so'zlamaydi, bilmaydigan narsalarga baho bermaydi. Boshqalarni jalb qilish uchun hammani biladigandek harakat qilmaydi. O'ziga bo'lgan ishonchisi kamchil insonlar o'zining amaliy iqtidorini joriy qildirib, amaliy ish qilishdan bakrak boshqalarning o'ziga qanday qaraydiganligini bilish va o'zini tushuntirishga texmi ko'p vaqt sarf qilishi mumkin. Qisqasi, o'ziga ishonadigan kishilarning o'ziga bo'lgan ishonchisi yetarli bo'lgani uchun ular boshqalarning o'ziga qanday qarashidan, o'zi qoyil bo'lish bo'lmasligidan yoki o'zini qobiliyatsiz deb o'ylab qilishdan bak andish qilib ketmaydi. Shunga ular o'zining qobiliyati yoki talantini boshqalarga bak ta'kidlab, tushuntirib ketmaydi. Boshqalarning taklif fikrlarini oson qabul qila oladi. O'zini maqtash, po etish o'ziga bo'lgan ishonchning kamligining ifodasi bo'lib, o'z qobiliyatini ko'ptirish hargizmi o'ziga ishonish emas. O'ziga ishongan odam o'z qobiliyatini ig'zida ta'kidlash orqali emas, balki amaliyot orqali ko'rsatadi.